Mana bugun 16-iyun Chinozda o'tiribmiz. Soati 3:23'da. 3:23da qiyma olib keldi. Shashlik qiyma sasib yotibdi, ichi hidlanib yotibdi. Shunaqa bo'ladi qiymani hidi deb aytyapti. Qiymani hidi shunaqa bo'lar ekan. Qarang, ishlovlarga murlar bilan aralashyapti. Biz tomonidan laboratoriya tarafdan tegishli tartib o'rganiladi, ko'riladi. Yo, hozir tekshirasizlarmi? Hozir laboratoriyaga hozir solib ko'rasizlar? Shu solib ko'ring bo'lmasa, salafat hozir kelgacha 5 minut keldim mana. 2 minutda mashinada keldim. Uje men hali bu yoqqa kelmasdan turib telefon qildim. Odam jo'natinglar deb. Telefon qilgan odam sesga ko'tarib olib bordi dedi. Uni ham men turib telefon qilgan paytim. Keyin mana shu joyda ko'ringlar deb.